فيها حب فيها وجد واشتياق لا يحد فيها حب فيها وجد واشتياق لا يحد يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو يا رسول الله قلبي كالغيم كانت رقة وعطاء تهمي علي محبة وصفاء أندى من النسمات أجمل بسمة كانت لقلبي بلسما ورواء تلك العنود خفية أفضالها قلبا سماويا يدا بيضاء غمرت بنياتي تقا ومكارما حتى غدا بيتي يفيض هناء رغم المواجع لم تزل. Nega har bir insonga Makkaga borish nasib qilmaydi? Nega minglab insonlar Ka'bani ko'rishni orzu qiladi, ammo unga faqat ba'zilargina yetadi? Bu tasodifmi? Yo'q. Bu Allohning tanlovidir. Olimlar aytishadi, Allohning uyiga faqat uning o'zi taklif etgan bandalar kiradi. Makka turistik joy emas, bu yaratuvchining uyidir. U yerga faqat ruxsat etilganlargina boradi. Qarang, qancha odam pul to'playdi, hujjatlar tayyorlaydi, ammo oxirgi paytda hammasi bekor bo'ladi. Ammo shundaylar ham borki, u safarni hatto rejalashtirmagan bo'lsa ham, Alloh unga bu imkoniyatni beradi. Nega shunday? Chunki Alloh qalblarini tanlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Umra qiluvchi ziyoratchi Allohning mehmonidir. U zot ularni chaqirdi va ular javob berdilar. Agar ular undan bir narsa so'rasalar, Alloh ularga beradi. Agar mag'firat so'rasalar, Alloh ularni kechiradi. Makkaga borish bu oddiy sayohat emas, bu Allohning taklifi. Agar siz Ka'ba oldida turishni orzu qilsangiz, chipta, mehmonxona yoki qulayliklardan emas, qalbingizdan boshlang. Chunki eng katta baxt bu Allohning chaqirig'iga labbayk, Allohumma labbayk deb javob berishdir. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Chorloving nasibdir bormoqqa hajga Parvona bo'layin Ka'bang sirojga Gunohimiz o'tib duo ijobga Fazlu marhamating to'la savobga Salovat aytamiz takbir hamdlar Malaikalar jam bir safda hamma Amin aytib turar duoga jumla Miskin bandalaring baytingda jamla Labbayk Allahumma labbayk Labbayk la sharika lak labbayk Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak Zamzam ila qilgum komil tahorat Safo marva aro yursam barokat Hajning ehromiga yog'dirding rahmat Rasuling yonida topdim sakinat Salovat aytamiz takbir hamdlar Malaika
kelar jam bir safda hamma Amin aytib turar duoga jumla Miskin bandalaring baytingda jamla Labbayk Allahumma labbayk Labbayk la sharika lak labbayk Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك كتاب الله عذرا ثم عذرا فبعض الناس قد أولاك هجرا أما سمعوا الوصايا من نبي فصبرا في الشدائد ثم صبرا فذاك يرتل الأعلى ويعلو وتلك تجود الآيات تترى وذاك يلملم العبرات شوقا لختم الآيات